Masjidga qo'shni bo'lish bu juda ham katta baxt. O'rtoqlar, tasavvur qilinglar, uylarda 5 mahal azon ovozi eshitilib tursa, mazza-yu, mana shu Noza masjidimizning yonidagi 9 qavatli domdan 3 xonali hamyonbop uyimizni ko'ramiz. Bu birinchi xonamiz, o'rtoqlar, zalimizni ko'ryapsizlar. Uyimizning remontiga ahamiyat beringlar. Remontimiz top-toza holatda turibdi. Oynadan ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Ko'chamiz ham mana shunaqa chiroyli tarzda ko'rinib turadi. O'rtoqlar, lokatsiya idealniy lokatsiyada. Bu yoq tomonimizda podyezddan kiraverish qismi mana shunaqa chiroyli yo'lagi. Chap tomonda detskiy, keyin spalnya, bu yerda vanna, bu yerda zal, kuxnya va hojatxonasi. To'g'ri, endi bolajonlarning xonasiga kiramiz. Bu detskiy xonani ko'rdinglar. Endi esa spalnya xonaga marhamat. Bu spalnya xonamizning ko'rinishi. Ko'ryapsizlar, uyimizning remonti top-toza holatda turibdi. Bu yoq tomonda esa vannamiz. Bu yoqdan chiqishimiz bilan kirishdan to'g'rida bo'lsa, mana shunaqa chiroyli shinamgina kuxnyamiz. O'rtoqlar, mana kuxnyani yana bundoqroq ko'rsatay. Bu yoq tomonda esa hojatxonasi. Bu uyimizda 3 xonali 7-qavatda joylashgan jami 9 qavatli domda. O'rtoqlar, lokatsiyasini ko'rdinglar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu uyimizni naqdga ham, ipoteka orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi. Narxini $124,000 so'raymiz. Ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. Raqamlarimiz turibdi, bemalol aloqaga chiqib uyimizni ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi.